Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli xonanda Yulduz Usmonovani afsuski yo'q qilishmoqchi. Batafsil videoda bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yulduz yana portlatdi. Isroil sukutda, Eron esa Usmonovani olqishlayapti. Yahudiylarga qarshi chiqishlari, Falastin ozod bo'lsin degan bayonotlari va uning ortidan AQShdagi konserti bekor qilingani bilan muhokamalar markaziga chiqqan Yulduz Usmonovaga Eron elchixonasi tomonidan sovg'a yuborildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda elchixona vakili xonandaga sovg'ani topshirayotgani aks etgan. Videoda aytilishicha, Eron Islom Respublikasining O'zbekistondagi elchisi Muhammad Ali Iskandariy hamda elchixonaning madaniyat aloqalar bo'yicha maslahatchisi Hasan Safarxoniy Yulduz Usmonovaga Eron, Falastin va Livanda halok bo'layotgan bolalar va tinchlik aholi tomonidan turgani uchun qo'l mehnati bilan tayyorlangan sovg'ani taqdim etgan. Bugun Yulduz Usmonova yana kun tartibida. Bu safar muhokamalar uning qo'shiqlari emas, balki AQShdagi konsertining bekor qilinishi, isroilliklar noroziligi va xonandaning yahudiylar haqidagi bayonotlari atrofida kechmoqda. Qizig'i, Usmonova bilan yahudiy jamoalari o'rtasidagi ziddiyat ilk marta emas. Joriy yilning 9-may kuni AQShda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning konserti bo'lib o'tishi kerak edi. Dastur Nyu-York shahridagi Okean teatrida rejalashtirilgan. Chiptalar ham sotib bo'lingan edi, biroq tez orada xonandaga qarshi kampaniya boshlandi. Mahalliy siyosatchilar, Nassau okrugi rahbari va shtat gubernatorlariga nomzod Bruce Blakeman, Nyu-York shtati assambleyasi a'zolari Michael Novaxov va Alek Brukrasniy Usmonovani antisemitik ruhdagi bayonotlardan ayblab chiqdi. Yahudiy xalqiga zarar yetkazishga chaqirgan ijrochi AQShga kelib, dunyodagi eng yirik yahudiy jamoalardan biri yashaydigan hudud markazida konsert berishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi degan Bruce Blakeman. Norozilik bildirilgan faollar so'zlariga ko'ra, Usmonovaga ommaviy ravishda bayonotlarini rad etish, kechirim so'rash taklif qilingan, ammo u bundan bosh tortgan. Shunda AQSh davlat kotibi Marco Rubio nomiga xonandaning vizasini bekor qilish talabi bilan murojaat ham yuborilgan. Keyingi choralarni ko'rishdan oldin mening idoram u bilan bog'lanib, bayonotlarni qaytarib olishi va ommaviy kechirim so'rashi uchun imkoniyat berdi. U esa rad etdi. Endi biz chora ko'ryapmiz degan Blakeman. Aslida bu mojaro 2021-yildagi bayonotlardan boshlangan. O'shanda Hayit bayrami arafasida Yulduz Usmonova Isroil-Falastin mojarosi haqida fikr bildirib, Isroilni bosqinchilikda ayblagan, Isroil mahsulotlarini boykot qilishga chaqirgan edi. Bu chiqishlar AQSh va Isroildagi Buxoro yahudiylari jamoasida keskin norozilik uyg'otgan. Ular xonandaning so'zlarini antisemitik deya baholab, Isroil xalqidan kechirim so'rashni talab qilgan. Yulduz Usmonova esa bu talablarga javob qaytargan. Agar to'ylaringizda qo'shiq aytgan bo'lsam, bu sizlarga mening dinimni haqorat qilish huquqini bermaydi. Sizdan pul olgan bo'lsam, Alloh bergan san'atim uchun olganman degan u. Ma'lum bo'lishicha, bu birinchi holat emas. Usmonovaning 2024-yil 14-sentyabr kuniga belgilangan Nyu-Yorkdagi konserti ham Amerikadagi yahudiylar diasporasi noroziligi ortidan bekor qilingan edi. Bu yilgi voqealarga kelsak, yahudiy jamoalarning yangi kampaniyasidan keyin Yulduz Usmonova Instagram sahifasida keskin munosabat bildirdi va hech qachon kechirim so'ramasligini aytdi. Agar siz yahudiylar va sionistlar meni kechirim so'raydi deb o'ylasangiz, qattiq adashasiz. Men o'z qarashlarimda qat'iyman. Men zo'ravonlikka qarshiman va har doim Falastin ozod bo'lsin deb aytaman degan xonanda.
5-may kuni konsertga 4 kun qolganida Okean teatri Facebook orqali konsert bekor qilinganini rasman ma'lum qildi. 9-may kuniga belgilangan Yulduz Usmonovaning konserti esa bekor qilindi. Chipta pullari xarid qilingan joylarda qaytarib beriladi deyilgan e'londa. Shundan keyin Usmonova yana bayonot bilan chiqib, AQSh hududida turib boshqa davlat fuqarosining konsertini to'xtatishga urinishlarini tanqid qildi. Aslida esa Amerika Isroil emas. Shuning uchun o'zingizni bu yerda xo'jayin deb o'ylamang. Siz butun dunyoni o'zingizga qarshi qilib qo'ydingiz. Sizdan hech kim kechirim so'ramaydi, chunki siz bosqinchisiz, degan u. Yulduz Usmonova bu voqealar unga faqat obro' keltirishni ham ta'kidladi. Xalq uchun xushxabar. Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarni tabrikladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat xalqini 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan tabrikladi. Bu haqida prezident matbuot xizmati xabar berdi. Siz azizlarni, ko'p millatli butun xalqimizni qutlug' ayyom, xotira va qadrlash kuni hamda Ikkinchi jahon urushida qozonilgan buyuk g'alabaning 81 yillik bayrami bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Ushbu unutilmas kunda avvalo jang maydonlarida tengsiz jasorat ko'rsatib, insoniyatni fashizm balosidan xalos etishga munosib hissa qo'yishgan qahramon ota-bobolarimizning so'nmas xotirasi oldida bosh egib ta'zim qilamiz. Bugungi kun davramizda sog'-omon yashab kelayotgan urush va mehnat faxriylari, nuroniy otaxon va onaxonlarimizga yuksak ehtiromimizni izhor etamiz. Mustaqillik yillarida vatanimiz sarhadlari daxlsizligini saqlash, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini himoya qilish yo'lida mardlarcha halok bo'lgan azmu shijoatli harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining xotirasini mehr va hurmat bilan yodga olamiz, deyiladi tabrik xatida. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning fashizmga qarshi kurashdagi hissasini e'tirof etgan. El yurtimiz fashizmga qarshi kurashda dunyodagi barcha tinchliksevar xalqlar bilan bir safda turib, buyuk g'alabaga munosib hissa qo'yishdi. Bu bilan har qancha faxrlansak, g'ururlansak arziydi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, fashizmga qarshi urushda o'sha davrda 6.800.000 kishidan iborat bo'lgan respublikamiz aholisining 1.950.000 nafari ishtirok etgan. Shundan yarim milliondan ziyod kishi jang maydonlarida halok bo'lib, 158.000 dan ko'prog'i bedarak yo'qolgan. 60.000 nafardan ortiq vatandoshimiz esa nogiron bo'lib qaytgan. Oradan shuncha yil o'tgan bo'lsa-da, bu ayanchli raqamlar qalblarimizni hali ham iztirobga soladi, deydi prezident. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev urush davrida 214.000 nafar o'zbekistonlik askar va ofitserlar jangovar orden va medallar bilan taqdirlagan bo'lsa, ularning 301 nafari eng oliy nishon Sovet ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. 70 nafar o'zbekistonlik esa uchala darajadagi Slava ordeni bilan mukofotlangani qayd etgan. O'sha olovli yillarda xalqimiz hamma narsa front uchun, hamma narsa g'alaba uchun deb kecha-yu kunduz buyuk safarbarlik ruhi bilan yashadi. O'zbekiston frontining mustahkam ta'minot bazasiga aylandi. Insonparvarlikni buyuk qadriyatga aylantirgan xalqimiz urush hududlaridan ko'chirib keltirilgan 1.500.000 dan ortiq insonga jumladan ota-onasi va oilasidan judo bo'lgan 250.000 nafar bolaga boshpana berib, ularga mehr oqibat ko'rsatdi, deydi O'zbekiston yetakchisi. Shu bilan birga O'zbekiston prezidenti Toshkent shahridagi G'alaba bog'i hamda uning tarkibidagi xotira nuri va millat fidoyilari yodgorlik komplekslari xalq uchun tabarruk maskanlarga aylantirib borayotganini bildirgan, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.